iringlab ketmaydi botoksdan keyin. Botoksdan keyin nojo'ya ta'sir bo'lishi mumkin. Masalan, botoks qilindida 10 yoki 5-kundan u yog'iga nojo'ya ta'sir nimada bo'lishi mumkin? Bu qovog'i tushib qoladi, ko'zi umuman bundoq qilib yumilib qoladi, qoshi tushib qoladi, bosh og'rig'i bo'ladi. Bu целиком и полностью vina kosmetolog. Целиком и полностью. Hammamiz, мы ходим под Богом, hammamizda bo'ladi. Bunaqa vaziyat bo'lishi mumkin, Xudo asrasin, bo'lmasin. Lekin bu mышцani yaxshi biladigan kosmetologga murojaat qilish kerak. Mышцalarning o'yini bo'ladi. Mышца bittasi ko'taradi, bittasi tushiradi. O'shalarni agar yaxshi bilmasa, botoksga umuman qo'lini urish kerak emas kosmetologlar deb o'ylayman men. Chunki nojo'ya ta'sirlar juda ham ko'p. Ayniqsa menga katta yoshlilar ayollar keladi. Oldingi kosmetologimda qildim, qoshim tushib ketdi, ko'zim yumilib qoldi, og'ir bo'ldi, boshim og'ridi. Hammasi poetapno qilinishi kerak, negaki mышцani bilmasa, anatomiyani bilmasa, yaxshi rezultat olinmaydi botoksda.